Yoshlar qalbida g'urur va iftixor, vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlash maqsadida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi Jizzax garnizonidagi harbiy qism hamda faxriylar kengashi hamkorligida Arnasoy tumanidagi 22-sonli Jasorat maktabi o'quvchi yoshlari ishtirokida Milliy armiyamiz yangi O'zbekistonning mustahkam qalqonidir shiori ostida harbiy qismda bir kun loyihasi o'tkazildi. Navbatdagi lavhamizda bu borada so'z yuritiladi. Loyiha doirasida 25 nafar yoshlarga harbiy liboslar berilib, bir kun davomida ularga bugungi kunda qurolli kuchlarimizda amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, milliy armiyamizning jangovar tayyorgarligi va harbiy salohiyatini yanada oshirish, sarhadlarimiz daxlsizligi va xalqimizning tinch, osoyishta hayotini ta'minlashga xizmat qilayotganligi alohida ta'kidlandi. Milliy armiyamiz yangi O'zbekistonning mustahkam qalqonidir shiori ostidagi harbiy qismda bir kun loyihasining dastlabki joyi harbiy qism o'quv binosi bo'lib, u yerda yoshlar zamonaviy va tarixiy qurol aslahalar maketlari, Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi sinf xonalari hamda harbiy xizmatchilar yotoqxonalari bilan yaqindan tanishtirildi. Tadbirda yoshlarga milliy armiyamiz saflarida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarga yaratilgan shart-sharoitlar va ular tomonidan qo'lga kiritilayotgan yutuqlar haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tildi. Mana bizlar bugun Arnasoy tumanidan Jizzaxdagi harbiy garnizonga tashrif buyurdik. Bizlar bu yerda harbiy qismda bir kun loyihasida ishtirok etamiz hamda biz bu yerda harbiy akalarimizga, harbiy xizmatchilarga yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishyapmiz. Bu yerdagi harbiy xizmatchilarga yaratilgan sharoitlarni ko'rib, bizlarning ko'zimiz quvnadi hamda biz ham harbiy xizmatchi bo'lishga ishtiyoqimiz oshib ketdi. Shaxsan o'zim ham harbiy oliy ta'lim muassasasiga topshirganman. Kelajakda men ham harbiy bo'laman va vatanimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Shundan so'ng yoshlar qurol aslahalar, harbiy anjomlar bilan yaqindan tanishdilar. Yoshlar orasida sportning texnik va amaliy turlarini ommalashtirish hamda merganlik qobiliyatlarini sinovdan o'tkazish maqsadida yoshlar o'rtasida o'q otish turi bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. O'quvchilar harbiy xizmatchilarning yashash sharoiti, prezidentimiz tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar, harbiy qismda harbiy xizmatchilar yotoq joylari, oshxonasi, sport mashg'ulotlari jarayoni hamda pnevmatik quroldan o'q otish mashg'ulotlarida qatnashdilar. Bunda o'quvchi yoshlarimizni yoshlik maktab davrlaridan boshlab harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, o'quvchilarimizni vatan va millat taqdiri uchun daxldorlik hissini uyg'otish hamda o'quvchi yoshlarimizni harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish asosiy maqsadlarimizdan biridir. Tadbirda yoshlar harbiy xizmatchilarning hayoti, jangovar va taktik mashg'ulotlarini kuzatib, aqliy va jismoniy salohiyat kasb etadigan harbiylik kasbining naqadar sharafli ekanligiga guvoh bo'lishdi. Shuningdek, harbiy oshxonada harbiycha taomnomadan ham bahramand bo'lishdi. Jizzax harbiy garnizoniga tashrif buyurdik. Bu yerdagi hamma shart-sharoitlar, qulayliklar barchamizni ko'nglimizni quvontirdi. Ayniqsa menga manzur bo'lgan tomoni Amir Temur bobomiz va Jaloliddin Manguberdi bobomiz uchun alohida xonalar tashkil etilib, u yerdagi ma'lumotlar chuqur o'rganilishi uchun qulay sharoitlar yaratib berilganligi bo'ldi. Dugonalarimiz bilan birgalikda bu yerga tashrif buyurib, qiz bola bo'lishimga qaramasdan harbiy sohaga qiziqishim uyg'ondi. O'tkazilgan harbiy vatanparvarlik tadbirlarining yakuniy qismida harbiy qism qo'mondonligi, Yoshlar ittifoqi mas'ullari va faxriylar kengashi tomonidan 3 avlod uchrashuvi ham tashkil etildi. Unda oliy harbiy bilim yurtlari to'g'risida ma'lumotlar berildi hamda xalq va armiya yakdilligini yanada mustahkamlash, yoshlarni yurt koriga yaraydigan komil inson qilib tarbiyalash va haqiqiy vatanparvarlik tuyg'usini qalbida jo qilish asosiy maqsad ekanligi ta'kidlandi. Uchrashuv qizg'in savol-javoblarga boy tarzda o'tkazilib, loyiha davomida 65 nafar yoshlar qamrab olindi. Uchrashuv doirasida harbiy orkestr jamoasining vatanni madh etuvchi kuy-qo'shiqlari yoshlarga o'zgacha zavq bag'ishladi.